2 soto yeringiz bo'lsa, qurilish boshlamoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman bo'lardim. Hammaga assalomu alaykum. 2 soto yerga hamma do'stlarni joylashtirib tashlagan. Regina, Всем ассаламу алейкум. как тебе дом? Qirurishdi basseyn, besetkalar bilan vodopad o'zini uyimizni stil high-tech stilda qilingan. Uyimizni endi ichkarisidan sizlarga ko'rsatib chiqaman. Bunda ham minimalizm va remontiga gap yo'q. Bismillah. Qirurishdiga hol zerkalli oynalar bilan ishga ketishdan oldin, ko'chaga chiqishdan oldin paradga keltirib olish uchun kladovka, gостевой санузел и ayollarimizni xonasi. Panoramli oynalar bilan kuxnya полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Gостевой zал, orqada o'zining kichkina dvorigi mavjud. И pastda родительский спальня. O'zining sanuzeli bilan. Videoni обязательно сохранить qilishda esinglardan chiqarmanglar. Inshaalloh har bitta havas qilib niyat qilganlarga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Juda ham zo'r, minimalizm va shu o'zimga shunaqa yoqdi bu. Ya'ni bitta spalnya o'zini stroyni mebellari bilan и sanuzel. Bu uyimizda, kстати, terrasasi ham mavjud. Videoni o'tkazib olmaysizlar. Hozir terrasaga ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Детский xona o'g'il bolalar uchun yoki qiz bolalar uchun. Yana bitta yosh kelin-kuyovlar uchun spalnya xonasiz bo'ladi. O'zining kichkina balkonchigi bilan bu gостевой санузел. И yana bitta spalnya. Endi bo'lsa terrasasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Terrasasida o'zini barbekyu zonasi mavjud. Bu terrasa, o'zining barbekyu zonasi. И xullas bu yoqda yozda, oila davrasida tarcham qo'yib mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Hamma qiziqqanlar bo'lsa, кстати, давай покажи. Идемте. Смотрите, какая у нас потрясающая терраса. Это у нас летняя кухня. Помахайте. А здесь вы можете расположить свой столик, вечерами сидеть, отдыхать. Ну а здесь вы будете смотреть, как ваш дорогой муж заезжает в дом. Кваляка. Qurilish qilib ovora bo'lib nima qilasiz? Undan ko'ra Mirzolibekda joylashgan 2 soto uyimizni tayyor holatda sotib olganingiz yaxshi. Vaqtingiz ekonom bo'ladi. Inshaalloh hamma narsadan yutasizlar. Uyimiz o'zini narxiga arziydi. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying.